Metan haqida tezkor xabar. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling, 8-yanvardan boshlab O'zbekistondagi metan zapravkalar soat 10:00 dan 16:00 ga qadar faoliyat yurita boshlaydi. Bu haqida Energetika vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, magistral gaz quvurlarida bosim pasayishi kuzatilayotgani sababli bir qator zarur choralar ko'rilmoqda. Shu bois aholi xonadonlar va ijtimoiy soha obyektlarini tabiiy gaz bilan barqaror ta'minlash maqsadida mahalliy hokimliklar bilan kelishilgan reja grafiklarga asosan metan zapravkalar faoliyatiga vaqtincha cheklov kiritilmoqda. Farg'ona vodiysida metan zapravkalarning ish vaqti hokimliklar bilan kelishilgan holda gaz bosimidan kelib chiqib amalga oshiriladi. Bildirilishicha, bu zaruriy choralar vaqtincha bo'lib, gaz bosimini me'yorga keltirish bo'yicha amaliy ishlar olib borilmoqda, deyiladi xabarda.